O'rtoqlar, Inomarka Namanganda Hyundai Sonata'ni eng full pozitsiyalardan bittasi 2020-yil 72 ming probegida. Kraskalari top-toza bemalol tekshirib, o'zingiz yoqtirgan ustozga olib ko'rsata olsangiz bo'ladi. Bilasizlar, eng full pozitsiyalarda beskulchov dastuplari bo'ladi, panorama tomlari bo'ladi. Salon holatlarini hozir ko'rsatamiz. Mashinamiz benzinda, shinalari deyarli 50% ga ekan. Shinalarni bir xil yangilab olsangiz bo'laveradi. No, mashina holati juda ham ideal, salonlar juda ham keng. Mashinamizni ko'rsangiz bo'ladi. O'sha old o'rindiqni eng oxirga surib qo'ygan taqdirda ham orqada ham deyarli yaxshigina joy qoladi. Orqa o'rindiqlarda ham, old o'rindiqlarda ham bilasizlar, bu 6-pozitsiyalarda isitish tizimi bo'ladi. Va agar orqa tomondagi old o'rindiqlar xalaqit beradigan bo'lsa, bu yerdan boshqarib olsangiz ham bo'laveradi. Orqada deflektorlar mavjud, 12 voltli zaryadnilar mavjud. Bu Hyundai Sonata'mizni oldiga keladigan bo'lsak, oldi o'rindiqlari ham juda ham keng, mana oxirigacha surib qo'yganda даже uncha-muncha odamning oyog'i yetmay qolar ekan. Uzatmalar qutisi knopchniy bo'ladi. Full pozitsiyalarda bilasizlar, hamma funksiyasi bo'ladi. Eco, Comfort, Sport rejimlari bor. Mashinamizni biz ko'rgan bittagina aybi shu laboga ozgina trishina tushib qolgan ekan. Labo oynani almashtirsangiz bo'ladi. Bu mashinamizni akustika tizimi Bose firmasi tomonidan o'rnatilgan. Bu mashinamizni narxini egalar bilan talashib tortishib $23 ming ga tushirib qo'ydik. Bu Sonata'mizni egalarini, nomerlarini pastda qoldiramiz opisaniyada. Bemalol bog'lanib, telefonlashib savdolashsangiz bo'ladi. Biz orqali chiqsangiz yana ham o'tib berishadi. Bunaqa inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib qo'ying. Hyundai Sonata qidirgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying. Mashinamizni bagaj qismi juda ham keng. Boya aytganimizdek, bu mashinamiz 2.5ligi. Bagajini ko'rsangiz bo'ladi. O'sha biz eng yoqtirgan 3-4 qop deganimiz-ku, 3-4 qop yukka bemalol joylab olsangiz bo'laveradi akalar.